Hammaga assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz hayotdan maza qilish haqida. Hozir sizlarga men qanaqa joydaligimni ko'rsataman. Xuddi bir o'zimni haqiqiy men bo'lishni xohlagan momentda va joyda his qilaman hozir. Menga imенно shunaqa payt, imенно shunaqa joy juda ham kerak edi shu paytlarda bas ko'rsataman. Bepayon dala. Oxiri yo'qdek ko'rinadi xuddi. Mana ashulalar qo'yishayotganini hisobga olmasa, hammasi idealni. Hammasi idealni. Bilasizlarmi, men bugun faqat sizlar uchun, ya'ni blogim uchun ozgina nimalar qilayotganimni videosini oldim. Lekin social mediaga, internetga deyarli kirmadim va shu narsani his qildimki, bu juda ham zo'r ekan. Tushunasizlarmi? Chunki shaharda bo'lganimizda, internet ishlaganida har daqiqa kiramiz. Kim yozdi, kim qanaqa yangilik chiqdi, prosmotr qanaqa bo'ldi, kim like bosdi, mana shunaqa narsalar xayolimizni o'g'irlab qo'ygan. Va bugun hozir soat taxminan 3:30 bo'lib qoldi va ertalab soat 6 dan beri men deyarli kirmadim social mediaga, ijtimoiy tarmoqqa va men hayotdan maza qilaman, rostdan hozir maza qilaman. Bugungi podkastimizni boshida aytdim, oti nimaligini, hayotdan maza qilish va hozirdan maza qilish. Bilasizlarmi, biz baxtni kutib yashaymiz. Men bu narsani ko'pincha o'zimga ham eslatib turaman, yaqinlarimga ham aytaman. Qachonki unaqa bo'lsa baxtli bo'laman, buni bo'lsa baxtli bo'laman, shunaqa deb baxtni kutib yashashadi va men ularga aytaman har doim hozirdan maza qilish kerak. Hozir siz baxtlisiz, hozir o'zingizda bor bo'lgan narsalarni qadriga yetib, hozirgi bor narsangiz, hozirgi hayotingiz uchun shukr qilib, o'zingizni baxtli his qilsangiz, ana o'shanda o'sha kelajakda ham o'sha siz aytayotgan narsalarga erishsangiz baxtli bo'laman deysiz, o'sha narsalarga erishganingizda ham baxtli bo'lasiz. Lekin agarda misol uchun hozir men baxtli emasman, lekin agar qachondir kelajakda mana bunaqa narsam bo'lsa, bu mashinam bo'lsa, bunaqa narsam bo'lsa, keyin o'shanda o'zimni baxtli his qilaman desanglar, ishoninglar, o'sha payt o'sha narsalar bo'lganda ham sizlar baxt his qilmaysizlar. Undan ko'prog'ini xohlaysizlar o'sha paytda. Va xohlaysizlarmi sizlar bir umr baxt, quvonch nimaligini bilmasdan bu dunyodan o'tib ketishni xohlaysizlarmi? Menimcha hech kim xohlamaydi. Va shuning uchun nima demoqchiman? Bu narsani ko'pchilikdan eshitgandirsizlar balkim, mayli mendan ham eshitaveringlar. O'tmish bilan va kelajak bilan yashamanglar. O'tmish o'tib ketdi. Uni orqaga qaytarishni iloji yo'q, to'g'rilashning iloji yo'q. Qanaqa to'g'rilash mumkin? Kelajakda o'sha xatolaringiz, misol uchun xatolaringiz bo'lsa, xatolaringizni qaytarmasdan. Kelajak hali kelmadi. Hali kutilayotgan narsa u. Ya'ni biz bilmaymiz kelajak hali keladimi, yo'qmi. Siz kelajakni kutib yashaysiz, kelajak bilan yashasangiz, ertaga o'lib ketishingiz mumkin. Грубо говоря, o'lib ketishingiz mumkin. Nima bo'ladi keyin? Tugaydi hammasi. O'shaning uchun hoziringizdan, mana buguningizdan yashashni o'rganing. Men hozir mana hammadan bu yerda hozirgacha 40-50 kishi bor. Biz universitetdan kelganmiz. Bu yoqqa ikkita joyga bordik, maza qilamiz. Hozir bu bizda o'sha ikkinchi manzil. Anta hamma har xil narsa qilyapti, o'yin o'ynashyapti, ot minishyapti. Men hammasini qildim. Qilmadi deb o'ylamanglar. Ot mindim, maza qildim otda. Ma'lumot uchun juda ham yaxshi ko'raman. Qanaqadir ot minganimda energiya almashaman, qanaqadir men shu narsani his qilaman. Juda ham yaxshi ko'raman shuning uchun. Badminton o'ynadik, voleybol, har xil narsalar o'ynab, maza qilib, endi hozir sekin qochdim ulardan bildirmasdan, popkamni olib, ryukzakimni olib, hozir endi sizlarga shu yerda olaman. Menimcha hozir zaryadkam o'chib qoladi tez orada, yarim soatlarda va undan keyin undan ham ko'ra ko'proq men rost ekan hayotda hozirgidan ham ko'proq his qilsam kerak. Chunki misol uchun hozir men chaqirayotgan narsa video olish. Men sizlarga olaman misol uchun hozir. Shu narsa men chaqirayapti hozir. Zaryadkam o'chsa, hech kimda power bank yo'q, hech kimda nima yo'q, zaryadka to'ldirish iloji yo'q bu yerda. Zaryadkam ham o'chsa, men video ololmayman. Menimcha hozirgidan ham ko'ra ko'proq, hozirgidan ham ko'ra yaxshiroq baxt, hayot, haqiqiy hayotni his qilsam kerak. Duo qilib o'tiribman, hech kim kelib qolmasin. Chunki xohlamayman rostdan. O'tirib, işte hech kim yo'q.
qushlar lekin zo'r sayryapti. Bilmayman bu yerda hozir eshitiladimi yo'qmi. Menimcha eshitilmaydi. Shunaqa gaplar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Mani videolarimga like bosib, komment yozib, ko'rib, qo'llab-quvvatlasanglar, men xursand bo'laman. Chunki bu narsa menga rostdan kerak. Menga motivatsiya shunaqa kelyapti. Oldin men Instagramga ko'proq e'tibor berardim, no hozir YouTube'ga beryapman. Bilmayman, YouTube meni motivatsiyamni oshiryapti ko'ra ko'p, Instagramdan ko'ra ko'proq. Bilmayman nimaga.